Akalar, bu juda ham ko'pchilik odamni qiziqtirgan savol. Joyda necha kvadrat joyga necha kvadrat tunikafon ishlatilyapti degan savol. Men sizlarga hozir mana shu xonadonni misolida aytib beraman. 3,5 ga 11,5 metr darvozaxona. 23 metrga 1,20 shapkamiz. 18,5 metrga 65 santimetr. Xonadonimiz 90 kvadrat atrofidagi joyda tekis holatdagi kvadrati. Bu xonadonimizga biz 145 kvadrat tunika mahsulot ishlatganmiz. Xo'p, mana shu fasollarimizda shunaqa holatdagi shapkalaringiz bo'lsa, xudo xolasa, mana shu kvadrat ketadi akalar. Xonadonimizga 2 dona kosmos qo'yib berganmiz akalar, hamda choksiz, uloqsiz tarnovlardan xudo xolasa chiroyli qilib ko'cha tomoniga qo'yib berganmiz. O'zi 2 oy 3 oy oldin uyda egasi tarnov qo'ydirgan ekan, juda ham qiyshiq holatda qolgan ekan. Shuning uchun faqat ko'cha tomonini biz alishtirib, o'zimizni choksiz tarnovimizdan qo'yib berdik. Ichkaridagi tarnovlar esa o'zi xonadon egasi oldin qo'ydirgan tarnov ekan. Xizmatlarimizni xudo xolasa haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Agar nimadir ma'lumot sizni qiziqtirsa, albatta kommentariyada yozing. Qo'limizdan kelgancha sizlarga batafsil javob berishga harakat qilamiz. Videomiz agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa bitta like bosib, uyga tunikafon qizmoqchilarga jo'natib qo'yasizlar. Albatta, ishlatilayotgan materialli kvadratiga biz pul olamiz, joyning kvadratiga emas. Masalan, mana shu xonadonimiz 90 kvadrat deyotgan bo'lsak, joyda kvadrati tunika bukilishi bilan 145 kvadrat tunik ishlatilgan. Biz 145 kvadrat tunikaga pul olamiz akalar. Hamda tarnov metriga olamiz, kosmoslarimizga отдельный summa olamiz. Mana bu ko'rib turgan lesa, pesa, reka hamma narsasi shu summani ichida bo'ladi.